Hurmatli suv ta'minoti tizimi xodimi, siz aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish bilan bog'liq sharafli sohada faoliyat yuritasiz. Fuqarolarimizning farovon hayot yo'lida fidokorona mehnat qilish har biringizning ulug' vazifangiz, sharafli burchingiz hamdir. Yodingizda bo'lsin, korrupsiya kelajak kushandasi. Muqaddas kasbingizni uning kir qo'llari bilan bulg'amang. Zero suv ta'minoti xodimining korrupsiyaga qo'l urishi nafaqat jamiyat, balki butun xalqiga xiyonat demakdir. Xalqingiz va farzandlaringizning yorug' kelajagini yaratishga to'sqinlik qilmang.